Bu men 100 kun hardcore o'ynagan dunyoyim va men aynan mana shu dunyoda yana 100 kun hardcore o'ynashga qaror qildim va bu oson bo'lmasligi aniq. Meni oldinda turli xil sinovlar kutmoqda va albatta inshootlar ham va bu mening oxirim emas. Va yana shuni aytib o'tishim kerakki, hali O'zbekiston tarixida telefonda 200 kun hardcore o'ynagan YouTuber mavjud emas. Ha, men YouTuber deb aytdim. Shuning uchun ham kanalga obuna bo'ling va videoga like bosishni unutmang. Axir men sizlar uchun shuncha mehnat qilyapman. Qani bo'lmasam, boshladik. Ajoyib. Bu 101-kun va bu mening 100 kun hardcore yashagan dunyoyim. Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Day 1 va men aynan 100 kun yashagan dunyoyimda yana 100 kun hardcore o'ynashga qaror qildim. Demak, bu 100 kun davomida nimalar qilishimni video davomida aniq va bafurja tushuntirib ketaman, lekin boshlanishda mana bu qishloqdagi ortiqcha uylarni yo'q qilishdan boshlayman. Sababi ular menga umuman yoqmayapti. Ha. Bu safar ko'p joylarga sayohat qilaman, shuning uchun menga ko'proq fireworkslar kerak, lekin menda shakar qamish yo'q o'xshaydi. Obbo, hatto varog'im ham yo'qmi? Yo'q, rostdan ham yo'q ekan. Yo, varaqdan muammo. Demak, mana bu shakar qamish apparati ham unchalik yaxshi ishlamayotganga o'xshaydi. Xo'sh, muammosi bormi ekan? Tepasiga chiqishimga to'g'ri keladi shekilli. Xo'p, qani? Yo'q. 3-etajga Sivlanmagan ekan, jin ursin. Yo'q. Yo'q. Hozir mana shu shakar qamish apparatimni deb o'lga taradim. Sal qoldi-ya. Mayli, unda qizil toshlarni o'rnatib chiqaman. Yaxshi. Ajoyib. Sotuvchi, wow, gunspowder menga kerak bo'ladi. Ko'proq sotib olamiz. Xo'sh, ajoyib. Fireworkslarim tayyor bo'ldi. Mana endi birinchi o'rinda ferma quraman do'stlar. Demak, Minecraftda qurish mumkin bo'lgan bir qancha fermalarni quraman va bu yerga men temir fermasini qurmoqchiman. Demak, xo'sh, birinchi o'rinda men korobka yasab olishim kerak va mana korobkam tayyor va ikkita qishloqini shu yerga olib kiraman. Bittasi ketdi. Sana mana shu qayoqqa o'tirib tur, hozir kelaman. Xo'p, birinchisini kuzatib qo'ysam, yo'q. Ana xolos. Tiqilib qoldi. Xo'p, mayli, chiqsa yo'q. Demak, ikkinchisi ham ketdi. Qoyil maqom divarlarni o'rnataman. Yo'q. Hali bitmasidan golem paydo bo'lishni boshladimi? Yomonmas, bu ishlashni anglatadi. Shundaymi? Demak, gilamlarni o'rnataman, ish stollarini o'rnataman va oynalarni ham o'rnataman. Ular kerak bo'ladi. Tomini yopib qo'yaman va mana bu yerda XP qolgizibdi. Qanday? Shunday. Shunchaki Ender Dragon'ni o'ldirganimda portal ochilganda XP'lar shu tomonga o'tib ketgan ko'rinadi. Yaxshi. Xo'p, demak bu meni keyingi fermam uchun kerak bo'ladi, ya'ni XP fermasiga. Lekin birinchi o'rinda temir fermani bitiramiz. Eslatma, temir fermadagi mana bundaqa qishloqlarni o'ldirib tashinglar, chunki bular g'irt axlat. Bunaqalarda golem umuman himoya qilmaydi. Ha, aytgancha. Bu Minecraftdagi o'sha yashil kiyim kiyib olgan qishloq, prosta mod tufayli uning ko'rinishi o'zgarib qolgan. O'ldiringlar, qarochi. Xullas, temir fermam ishlayapti. Qoyil, men endi temir fermani yon tomonlarini qo'yib chiqsam, golemlar paydo bo'lganda mana shu yerdan oqib kelib, lavada yonib o'lishadi. Qoyil, temir fermam ishlayapti. Demak, uni ozgincha gapiradigan bo'lsam, xo'sh, bu bedrockligini inobatga oladigan bo'lsak, Javadan ko'ra birmuncha murakkabroq yasaladi. Avvalambor katta korobka kerak va 30 dan ko'p qishloq lozim va har birini ish bilan ta'minlash lozim, bo'lmasam o'xshamaydi. Demak, divanni pastga o'rnatgan ma'qul, tepaga emas, chunki tepaga o'rnatsalaring qabul qilmaydi. Va mana bunday gilam bilan o'rab chiqinglar, bo'lmasam golem binoning ichida paydo bo'ladi. Tashqarisida paydo bo'lish uchun esa gilam bilan o'rash lozim va yana bitta tomon, bu yerda golemlar random spam bo'ladi. Istagan yerda, yo chap, yo o'ng yoki orqasida. Agarda orqasida paydo bo'ladigan bo'lsa, men orqa tomonni ham o'rashimga to'g'ri keladi. Demak, nima bo'lgan taqdirda ham temir fermam tayyor va ishlayapti. Mana endi navbatda XP fermasini qurishga bersam ham bo'ladi. Uning uchun men endga boraman. Xo'sh, yaxshi. Ajoyib. Va endi men birinchi blokka tushishim kerak. Buning uchun lavani qo'yaman. Orqasidan suvni qo'yib borsam, ajoyib. Demak, endi pastga tushaman. Qani, yaxshi bo'ldi. Xo'sh, barglarni olsam, barchasini olaveraman, chunki baribir hammasi kerak. Xo'sh, bo'ldi.
Demak, yo'q, tushib ketdim. Yo'q, o'zimga tushdi. Xo'p, demak, endi oroldan uzoqroqqa borishim kerak bo'ladi. Yaxshi, menimcha 100 blok yetsa kerak. Ha, mana shu yerdan fermani qurishni boslasam ham bo'laveradi. Demak, sandiqlarni o'rnatamiz, so'rg'oligichlarni ham o'rnatamiz. Xo'sh, mana undaqa qatlamdan 15 ta kerak bo'ladi. 15 ta. Xo'sh, mana endi mana bu toshdan hamma tomonga 8 tadan cho'zish lozim va qani ajoyib tayyor. Xo'sh, men bittagina detalni unutibman. U ham bo'lsa temir to'siq. Agar bu bo'lmasa, ferma ishlamaydi. Xo'sh, demak, ajoyib, mana temir to'siq ham bor ekan. Ortimga qaytaman deb o'ylayotganim yo'q, shart emas ekan. Qo'yil mana shu yerdan olib, xo'sh, mana shu yerdan olib endi ortimga qaytsam ham bo'laveradi. Qani bo'lmasam ortga. Demak, buni o'rnataman. Xo'sh, bunday qilamiz. Demak, endi menga endermit kerak bo'ladi. Qani, o ajoyib bo'ldi. Xo'sh, pastga. Agarda men unga ism o'rnatmasam, ism qo'ymasam, u yo'qolib qoladi. Shuning uchun ism qo'yishim kerak. Yo'q. Kichkinalik uchun ism qo'ya olmayapman. Qani, bo'la qol. Ajoyib bo'ldi. Ism o'rnatdim. Qo'yil. Xo'sh, demak, endi buni mana bu vagonga o'rnatib qo'yishim kerak. O'rnatib qo'ymasam ham yo'q ketib qoladi. Endermanlar paydo bo'lganda imенно shuni birinchi bo'lib o'ldirishadi. Ajoyib. Menda XP fermasi qurib bitkazildi. Demak, u ishlayapti. Qoyil maqom. Ha, demak, obuna bo'ling do'stlar. Demak, menda temir fermasida muammo bo'ldi. Ya'ni aytganimdek, orqasida ham spam yo'q. Bu yerda qilyaptimi? Temir ferma bu yerda-ku, nega yo'qda paydo bo'ldi? Nursen. Xo'sh, mayli, temir fermasiga birmuncha tuzatishlar kiritganimdan so'ng ajoyib, u aynan mana shu yerda ishlayapti. Orqa tomonni ham qo'shishimga to'g'ri keldi. Aytganimdek, random paydo bo'ladi, ular qayerdadir. Demak, endi men qadimiy shaharga borib, Guardianni yo'qlab kelishim kerak. Odatda bunday shaharlar baland tog'larning tagida bo'ladi. Xo'sh, mana shunaqangi baland tog'lar va men endi pastga tushsam, yo'q. Bu kirganimdan beri ikkinchisi. Xo'p, mayli, demak, yo'q, men suvni to'g'ri qo'ydim, prosta bir blok ketdi ekan. Xo'sh, demak, qadimiy shaharga ham yetib keldim. Mana endi bu yerdan o'zimga kerakli narsalarni olaman. Xo'sh, bu yerda, yo'q. Bu men qidirgan narsa emas. Hop, yaxshi, ajoyib trimni topdim. Xo'sh, o'roqlarni olaman. Ajoyib, svisnak, aynan mana shu kerak edi. Bo'ldi. Endi ortimga qaytsam ham bo'ladi, chunki men olishim kerak bo'lgan narsani olib bo'ldim, lekin Guardian bilan uchrashmaganim yaxshi bo'ldi. Qo'yil, demak, ortimga qaytaman endi. Xo'sh, chiqish qayoqda edi o'zi? Esimda yo'q. Xo'p, demak, meni yana bitta fermacham uchun kerakli. Tatim ham ishlab ketdi. Mayli, hech qilsa yo'q. Zaxiramda hali yana bor. Hop, mayli. Demak, endi menga navbatdagi ferma uchun va nayzalar kerak bo'ladi. Hop, bularni olaman. Demak, sviksenatni biriktiramiz. Qo'yib. Do'stlar, demak, endi fermalar muammosi yo'q. O'zim qura oladigan barcha fermalarni qurib bo'ldim. Mana endi, demak, men Minecraftda mavjud bo'lgan strukturalarga borishim kerak. Men bittasiga borib keldim, qadimiy shaharga. Hamma bilgan qadimiy shaharga borib keldim. Xo'sh, navbatdagi strukturalar topish uchun menga kartograf kerak bo'ladi. Chunki kartograf bir qancha joylarga borish mumkin bo'lgan xaritalarni sotadi. Demak, kartografimiz mana tayyor. Xo'p, demak, Trial Chambers. Oldin Trial Chambers sotmasdi lekin. Yangi qo'shilgani uchun qo'shilgan bo'lsa kerak. Xo'p, mayli. Demak, bu yerda. Xo'p, Trial Chambers, tayga qishlog'i va okean monumenti bilan Woodland bor ekan. Qo'yil. Demak, to'rala xaritani ham oldim. Okean yodgorligi, Trial Chambers. Xo'sh, Trial Chambers, xo'p, tayga qishlog'i va Woodland. Qo'yil. Demak, endi sayohatim uchun kerak bo'ladigan bir qancha narsalarni o'zim bilan olishim kerak bo'ladi. Demak, xo'p, qarmoqni sehrlayman. Xo'sh, demak, qaysi birda menga kerakli sehr bor? Yaxshi, mana menga kerakli sehrlar bittada oldim. Qo'yil, demak, bu yerda chidamlilik, tezroq tutilish va omad. Aynan menga kerakli sehrlar. Qo'yil.
Demak, qarmoq bilan menga kirpi baliq kerak. Kirpi baliq orqali men birinchi tushmadi. Xo'p, kirpi baliq orqali men suv tubida suzish uchun damlama tayyorlayman. Qoyil, ikkinchi urinishda o'zida oldim. Qarmoqni sehrlaganim menga foyda berdi. Qoyil maqom. Demak, suvni qaynatamiz, kirpi baliqni qo'shib qaynatamiz. Ajoyib, va qizil toshni qo'shib qaynatamiz va endi muddati oshdi. Xo'p. Demak, qanday yasalishini unutgan ko'rinaman. Xo'p, mayli. Demak, menga ikkita mis kerak bo'lardi va mana endi kuzatish uchun bor. Xo'p, damlamalar tayyor va men birinchi o'rinda Trial Chambersga borishga qaror qildim. Chunki u menga eng yaqin ekan. O'zi ochiqini aytganda, bu men borgan joyda o'ylagandim, lekin adashibman. Bu boshqa Trial Chambers ekan. Xo'sh, menga u yerga borishdan maqsad faqatgina Wind Bruce sehrli kitobi. Xo'sh, qani, hop, yaxshi. Mana shu yerdan endi pastga qarab tushib ketamiz. Qoyil Trial Chambersga ham kirib oldim. Mana endi bu yerda terrorizm ishlarini boshlayman. Qoyil Omnion kalitini qo'lga kiritdim. Demak, endi sandiqni ochsam, bu qani? Yo'q, tushmadi. Xo'p, mayli. Sehrli kitob. Xo'sh, bu menga keraklisimi? Qani? Yo'q, emas ekan. Xo'p, mayli, Trial Chambers o'zimga kerak narsani ola olmadim. Endi ortimga qaytsam ham yo'q. Hozir nima bo'ldi? Tushunmay qoldim. Hozir nima bo'ldi? Hop, mayli. Navbatdagi nishon bu okean yodgorliklari. Demak, bu yerda menga kerak bo'ladigan narsa faqatgina ajoyib yonuvchi toshlar va gubka. Qoyil maqom sehrni ham berishga ulgurdi. Endi mana shu sehrni deb juda ham sekin buzaman hamma narsani. Qoyil gubkani oldim. Xo'sh, navbatdagi joy bu Woodland. Faqat bu yerdan 10 kilometr uzoqlikda bo'lgani uchun ham men u yerga ad orqali borishga qaror qildim. Bu ancha tezroq amalga oshadi. Qoyil Bastion, bu men kelmagan Bastion bo'lsa kerak. Demak, bu yerda birinchi o'rinda loot olaman. Yomon emas. Demak, yo'q. Chinosan deyishmay turgan, qolay lavadan yo'q. Hozir o'lib ketib qolaman. Jinurgir magma kublar salan yo'ashetimmi yo'qtiraman. Jinurgir qani yo'q. Pul. Hozir ketaman. O'lketaman. Bo'ldi, o'ldim. Tamoman. Yo'q. Jinursin, tatemam bor ekan. Xo'p, mayli. Hayajonlanganimdan tatemam borligini unutib qo'yibman. Yaxshi. Yana bitta tatem minus bo'ldi. Zahiramda esa ular oxirlab qoldi. Tezroq Woodlandga borib tatem yig'masam bo'lmaydi. Xo'p, menimcha bu yerda bitta tatemni yo'qotishga arzigulik oltin bor deb o'ylayman. Anchagina ko'p ekan. Yo'q, yomon emas. Demak, portalni ochaman va kiramiz. Xo'p, demak, portaldan chiqdim va men qayerdadir spam bo'ldim. Ajoyib. Woodlandning yonginasida paydo bo'libman. Qoyil portalni uni ustiga ko'chirib qo'yaman va bu yerda mana loot qilishda boshlaymiz. Demak, xo'sh, bu yerdagi sandiqda mayli. Mana bu narsani olaman. Qoyil bitta armor trimni qo'lga kiritdim. Mavutdagi yashirin xonasiga ham bitta kirib o'tsam, bu yerda xo'sh, yaxshi. Armor trim bor ekan. Qo'shil. Demak, bambuklardan ham olaman va Woodlanddagi sayohatim o'z nihoyasiga yetdi. Va yo'q. Hozir nima qilib qo'ydim? Jinursin. Yana bitta tatem ketdi. Xo'p, demak, endi XP fermasiga borib kelmasam bo'lmaydi. Tushunmadim. Nima bo'ldi? Bug bo'lib qoldimi? Hop, portal qayerdan keldi? Men portal qurmadim-ku. Rostdan ham bug bo'lib qolganga o'xshaydi. Xo'sh. Mayli, men XP fermasiga bormoqchi edim. Hop. Mayli, demak,
Portalga bekor kirgan ko'rinaman. Ortimga tashlab yubordi. Ajoyib, hammasini XP bilan to'ldirib oldim. Fireworkslarim tugab qolgan ekan, ulardan yasab oldim va men qanday qotilman? Shuncha qizning boshini yedim. Hop ko'raylik, unda ulardan qancha temir tushdi ekan. Hop, yaxshi, yomon emas. Yomon emas. Qoyil, mening temir fermamdan shuncha temir tushibdi. Men zerikib ketganimda nima qilishni bilmay qoldim. Shuning uchun ham endi vizir kallalarni yig'aman. Qoyil, menda birinchisi bor, ajoyib. Hop, yaxshi. Ikkinchisi. Hop, qani, uchinchisi ham tayyor. Men endi ortimga qaytib vizir yasasam ham bo'ladi. Xo'sh, demak bu meni Minecraftda ikkinchi bor yengishim bo'ladi. Mana shu dunyoda qani bo'lmasa boshladik. Birinchi zarbani qabul qil. Qani? Qani? Qani kela qol. Qani yaxshi. Yaxshi bo'l. Tushunursin, qani. Bo'la qol. Yana kalla qo'ydi. Xo'p, mayli. Qani. Ajoyib, men va nihoyat yana bir marotaba vizirni o'ldirdim. Qoyil. Qora vizir atributini ham beribdi, yomon emas. Xo'p, yulduzni ham olaman. Demak, endi men cho'kkan kemalarni trimlar uchun qidiryapman va mana birinchisi. Qoyil, qishloq topib oldim. Yomon emas. Villager outpost ham bor ekan. O'sha yerga qo'namiz. Qani kella qorlaring, ajoyib. Xo'sh, ajoyib. Bu sandiqda shoh bor ekan. Shoh bor ekan, ajoyib. Qani ko'ramiz qanday ovoz chiqarar ekan. Yomon emas. Shundadir menda magnetlar ishlamayapti. Ehtimol mod uchundir. Bu qilish nima bo'ldi? Hozir nimadir qilib qo'ydim. Elitramiz sehrini olib qo'yibman. Balaka. Bu ko'p mod ishlatishning bitta minus tomoni. Xo'sh, boshqalardan sehr ketmagan. Xo'p, mayli, chiqsa yo'q. Ortga qaytganimda elitraga ham qo'shaman. Demak, endi mana shu yerni o'zida raid uyushtirib olaveraman. O'lib ketishimga mos qoldi. Lekin eplab oldim, yomon emas. Ajoyib, raid ham muvaffaqiyatli yakunlandi. Endi menda bir dunyo totem bor. Botqoqdagi qishloqlar g'alatroq ekan. Yashil sochlar, bir ko'zi to'silgan, xuddi bu Joslar oilasidagi Fionaga o'xsharkan. Xarita bo'yicha xazina yashiringan joyga ham yetib keldim. Xo'sh, endi mana shu yerni ko'ylab tashlasam, xazinani ham topib oldim. Ajoyib, bu yerda yomon emas. Demak, elitramga endi boshqatdan sehr qo'shishimga to'g'ri keladi. Endi men xavfsizlik yuzasidan ko'plab elitralarni topmoqchiman. Xo'sh, demak bu menda birinchisi. Qoyil, ajoyib. Qoyil maqom bu mening 3-elitram. Yomon emas. Xo'sh, adashmasam bu 7-chisi bo'lsa kerak. Hop, mayli. Endi ortimga qaytaman. Menga shuncha ham yetadi. Va mana shuncha yurib va mana shuncha narsa yig'ordim. Endi bularni bittalab sandiqqa solib chiqish kerak. Bunga juda ko'p vaqt ketib qoladi. Chiqsa yo'q, mayli. Demak, hammasini bir nima qilib tartiblab chiqdim. Va mana shuncha resurs bor endi menda. Bu butun boshli armiyaga yetadigan resurs bo'ldi-yu, lekin xo'p, mayli, zaxirasi bo'lsa zarar qilmaydi. Demakki, u arxivni ham men tez orada to'ldiraman. Shuning uchun men o'zim yana bitta arxiv qurishga qaror qildim. Endi buni faqat yer ostiga quraman. Xo'sh, demak, mana bunday qilamiz.
Va nihoyatki arxivimni ham qurib tugatdim va mana undaqangi narsalarni ham qurib yuborishga qaror qildim. Albatta faqatgina arxivning o'zi yetarli emas. Qurganga yarasha chiroyliroq qilib qurgan albatta yaxshiroq. Demak, mana bu yerda yana 3 ta yo'nalish mavjud va u yerlarni ham tez orada qurib bitkazib yuboraman. Lekin menimcha ham yomon chiqmadi. Qo'limdan kelgancha o'zining dizaynerlik mahoratimdan foydalandim. Xo'sh, menimcha yomon emas. Agar yaxshi chiqqan bo'lsa, albatta kommentariyaga bu haqida yozib qoldiringlar. Men hamma kommentlarni albatta bittalab o'qib chiqaman. Xo'sh, demakki men bu yerga yo'lkalarni ham qurib chiqdim. Yomon emas menimcha. Yo'lkalarning o'zi bor xolos. Demakki, endi men mana shu yerga qishloqlarimni o'rnashtirish uchun joy qurib qo'yaman. Xo'sh, demak, mana qishloqlarni ham o'rnashtirib bo'ldim. Men uchun kerak bo'ladigan barcha qishloq ahli aynan mana shu yerda to'plangan. Men endi bemalol mana shu yerda ular bilan savdo qilaman. Xo'sh, agarda bugun kimningdir tug'ilgan kuni bo'lsa, men uni tug'ilgan kuni bilan tabriklayman. Xo'p, mayli. Men mana bu yerni tozalab tashladim. Negadir endi bu yerga o'zimga xunukroq ko'rinib qoldi. O'shuning uchun ham tozalashga qaror qildim. Xo'sh, endi mana toshlarni bu yerga, buni bu yerga va bularni mana bu yerga o'rnatsam, yo'q, nima bu? Jin ursin uni. Xo'p, mayli, mana. Endi portal mening uyimning ostida. Qoyil maqomman, endi bu yer oldingidan ham ko'ra chiroyliroq ko'rinyapti. Yomon emas do'stlar. Agarda yaxshi bo'lsa, albatta like va obuna kutib qolaman. Demakki, men XP fermamdan mana o'zimning instrumentlarimni tiklab oldim qaytadan. Yaxshi, demak endi ular menga yana uzoq vaqtlar xizmat qiladi. Demak endi ortimga qaytsam, yo'q. Ana xolos. Kerak bo'lsa menga. Bu yerga kelib ketgan edim-ku axir. Mana shu yerda uxlagandim, divan qolib ketibdi. Xo'sh, demak, yo'q, shakar qamish fermasi qurganimdan beri qaramagani uchun sandiq to'lib ketibdi. Yomon emas, endi men o'zimga bir dunyo fireworkslarni yasay olaman. Qoyil maqom hammasini olaman va endi menda vaqtincha ketadigan fireworkslar zaxirasi bor. Demak, men va Armor Trim bilan ustimdagilarni trimini o'zgartirib qo'ysam, menimcha endi bular ajoyibroq ko'rinyapti. Shunday emasmi? Menimcha Wardenning uyidan chiqqan bu Armor Trim Flow'dan ko'ra yaxshiroq o'xshayapti. Menga yoqdi. Yomon emas. Xo'p, mayli. Demak, yomg'irim negadir abzoyi buzoqqa o'xshaydi. Odatda Minecraftda yomg'ir yoqqanida osmonni bir dunyo bulutlar qoplab qorayar edi, lekin bu safar bunday bo'lmadi. Xo'p, mayli, lekin men mana rudalarni buzib chiqishim kerak. Demak, Neziritdan qo'shimcha instrumentlarni tayyorlab qo'yganman. Xo'sh, bularni ham va mana bo'ldi. Ajoyib. Endi menda qo'shimcha Neziritdan instrumentlar bor. Xo'sh, bularni bo'lsa sandiqqa solib qo'yaman. Qo'yil. Yana do'stlar, bizning Vortex Team Telegram gruppamizga qo'shilishingizni taklif etaman. Video kommentariyasida manzili yozib qoldirilgan. Globarius, menimcha uni biron marta yeb ko'rganimcha yo'q. Xo'sh, shunday deb ko'raman. Demak, qani? Ajoyib. Bu 199-kun, 200-kunga ham oz qoldi. Demak, endi o'qilasam 200-kunni qarshilab ham olaman. Ajoyib. Do'stlar, bu 200-kun. Va nihoyatki yana bitta 100 kunlik hardcore'ni o'z nihoyasiga yetkazdim demoqchi edim. Yo'q. Course of Bending. Jinursan. Jinursan. 200 kunlik hardcore o'ynagan dunyoyim tamom bo'ldi. Course of Bending. Demakki bu yerda endi o'ylanib o'tirgandan foyda yo'q. Shunchaki osmonga uchaman va qanotlarimni qayrayman. Va oxiri xayr do'stlar. 200 kunlik hardcore videosi ham 200 kun o'ynalgan dunyoga qo'shib tamomila tugadi.
Agarda video yoqqan bo'lsa, videoga like bosing va kanalga obuna bo'lishni ham unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha